Yo, hammaga salom bo'lasizlar. Men sizlarni taniganman. Sizlar bilgan Klaus Minecraft. Короче, bo'lib bilasizlarmi, asosiy kanalimda Minecraftdan boshqa videolar olayotgandim, ya'ni Let's Play videoga o'tib ketgandim. Albatta, ko'pchilik so'radi, Klaus boshqa Minecraft olmaysizmi? Biz Minecraftni sog'indik deb. Yo'q bo'ldi. Mana men shu kanalda endi Minecraft chiqaraman. Xuddi shu Klaus Minecraft kanalida, ya'ni 30 mingcha obunachiga sal qoldi yetishimizga. Endi shu kanalda oxirgacha Minecraft bo'ladi. To'g'ri, o'zimga katta 100 mingdan ko'p kanalimda bunaqa kerak. Ana, zo'r. Endi tak tezroq toshlarni olamiz, tezroq toshlarni olish kerak. O'zi biz uyimizni menimcha toshdan qurishimiz kerak. Sababi o'sha yog'och, bolli yog'och o'zi kuchli emas menimcha. Yog'ochni kuchli emas. Voy! Tezroq uyimga nimadir qilib olib, men hozir qorong'i tushsa qiynalib qolaman, borib qorong'i tushmasa oldin qilishim kerak hammasini. Qorong'i tushmasa bo'ldi ish qilib. Bola videoga like va kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bola bu kanal mening yangi kanalim. Yangi emas, xolos oldin boshqacha